Assalomu alaykum, Surxon savdo kanali kuzatib borishlari. Bugun ham Azbek do'konidan sizlarga video lavhalarni olib boramiz. Bugungi video lavhamiz darvozalar bo'ladi. Qanaqa, qaysi turdagi darvozalar kerak bo'lsa, savollarni ichkiga beraverasizlar, Telegram raqamdan aloqaga chiqaverasizlar. Bizda mana hozir bulardan ko'rsatib o'tib ketdik, kravatlar yangilar kelgan. Kimga kravatlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Qani bo'lmasa ketdik, pastga sexga tushamiz. Shularni mana sizlarga bugun darvozalarni ham chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Hozir mana Lissoy darvozani bitish jarayoni bo'layapti. Hozir usta akam chiroyli qilib tushuntirib tanishtirib o'tadi ham. Assalomu alaykum, usta aka, charchamayapsizmi? Hormang. Ishlarmi? Tak, bu darvozamizning nomi nima? Olma fason. Olma fason. Buni yangilik qilib o'sha olma fasonni o'rtashilab, akamizga yo'qmaganiga bilo bo'syapti. To'g'ri deymiz, ustalar tilida. Aha. Oldin Andijon chaspak bo'sardi. Uni to'g'ri qilib qo'yamiz, yangilik qilib qo'yamiz. Yangilik mana darvoza bo'layapti. Fasonlari yangilik nasib. Buni bitgandan keyin ham to'liq videolarni qo'yib o'tamiz. Juda ham ajoyib chiroyli darvoza chiqar nasib. Bu 1.8 dan bo'layapti. 1.8 qanaqa bo'ladi deganlarga mana bu deyarli men pechkani materialidan bo'ladi-da, qalinligi men pechkani materialida 1.8 dan bo'layapti. Profillari ham 1.8, 1.5 stena profildan bo'layapti. Juda ham baquvvat darvoza chiqyapti, lekin gap yo'q, lekin ustakangiz ishiga. Ko'rishingiz mumkin. Endi sizlar mana kraskalanish jarayoni, kraskalangan darvozalar bilan tanishtirib o'tsak, bu yerda mana high-tech fasondagi darvozamiz kraskalangan. Blitslarga bitta e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Yonib turibdi, olov bo'lib turibdi-da. Bemalol Surxon savdo kanalidan ko'rib, telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Musofirda yurgan akalarimiz ham aloqaga chiqsalaringiz, chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beraveramiz. Bitta like va podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Surxon savdo kanali o'zimizni kanal bo'lib, o'zimiz ishlarni doimiy olib boradi. Sizlarga ko'rsatib yuradi. Mana bu boyka fason. Eng hadovoy, eng chempion bo'lgan boyka fasondagi darvozamiz. Bu ham mana hozir kraskalanish jarayoniga tayyor turibdi. Endi kraskalanadi. Bitgandan keyin buni ham rasmlarini Telegram kanalimizga tashlab o'tamiz. Telegram kanalimiz pastga silkasini qoldirib o'taman, a'zo bo'lib o'tib olasizlar. Juda ham ko'p yangilik Telegram kanalda bo'ladi. Nomerimga Telegramdan yozsalaringiz ham kanal silkasini tashlab beraman. Bu ham Lissoy 1.8 listdan bo'lgan. 1.8 list, profillari ham 1.8 ga 1.5 bo'lgan. Korobkalar Shveler bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqadi, xudo xolasa nasib etgandan keyin. Hozir mana kravatlar ham bor. Kravatlarda mana kraskalanish jarayoni bo'layapti. Tak, mana kravatni kraskalanish jarayoni bo'layapti. Bizda kravatlar nima? Oddiygina svarka izidan kraska sepish emas. Bunga har biroviga ishlov bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Germetik. Programmetda zanglamaydi, sifat bo'lib turadi. Kimga shunaqa darvoza, kravat, yana boshqa vaqt ko'rsatib o'tgan ish kerakmi, mana kanalimizda ko'rib o'tgan hamma narsa bor, o'zimizdan chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Bugungi reklamamiz, obzorimiz mana shulardan iborat edi. Rahmat.